Assalomu alaykum kanalimizning obunachilari. Bugungi temamiz joy temasi. Bu ko'rib turgan joyimiz sotiladi. Manzilimiz Beruniy tumani Qizilqal'a Ofidamiz. Orientirga kelsak, katta sentralniy yo'ldan ikkinchi ko'chada oldinda maktab bor. Bu yerda maktab, tezkor, orqasida ko'chada. Yerlari juda keng, keng joylashgan. Yo'llari katta yo'lga chiqadigan yo'l bu. Joyimizda yerlarni bir qator ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda gaz, svet, vodoprovod, internet hamma yo'q. Bu yerda hammasi bor. Bu yerda joyimizning ko'rinishi. Yer maydoni 32 sotik. Suv keladi, bu yerda suv chiqadi yerlarni. Joyimizning bir qator arqa tarafni yerlarini, bog'ini ko'rsatib o'tamiz. Bu joyimizning orqa ko'rinishi, arqa tarafi. Mana yerlar juda keng, katta yerlar. Burada mol qo'rasi ham bor ekan. Bog'i, erik, üzüm hammasidan bor. Joyimizning kirish qismi. Bu yerda nabez tashalgan. Bu yerda yozgi o'tiradigan yer topshan etib ishlab qo'yibdi. Patologlangan hammasi. Bir qo'shkidan kirgan yerimiz. To'g'rida oshxonamiz patologlangan, hammasi ishlangan. Ariston, gaz plita hammasi bor bu yerda. Bu yerda uzun koridor etib ishlangan, mana patologlangan hammasi. Yarmini ko'tarib pol etib qo'yibdi. Bu yerimiz kichkina detskiy xona desak ham bo'ladi. Topleniya hammasi o'tgan bu yerda. Tomonimizda yana bir zalimiz bor. Mana patolog, remontlari bor. Mana bu tomonimizda yana bir uzun zalimiz bor. Patologlangan hammasi. Mehmon kutishga katta zal. Shundagi narsalar bilan sotiladi joyimiz. Bir qator ishni ko'rsatib o'tdik. Joyimizning egasining telefon raqamlarini ekranga qoldiramiz. Bemalol xabarlashib ko'rishingiz mumkin kelib. Joyimizning bahosina kelsak, 200 million. Joy olaman deb izlab yurgan do'stlarimiz, tanishlarimiz bo'lsa, bu videoni yuborib qo'ying. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha, xayr, sog' salomat bo'ling.